Okey. Xotin, xafa bo'lmaysan, qachondir bu videoni ko'rsang. Ovqatimiz keldi. Obedga. Qisqa va lo'nda qilib omlet, sosiska va karamli salat aytdik. Orqada esa ustalar, vulkanizatsiya. Yoqimli ishtaha hammalaringizga. Va bunday joyda Afrika choyisiz bo'lmaydi. Shunaqangi sevdim shu choyda. Yasha, qo'ling baraka topsin, yasha. Xullas men ovqatlanib bo'ldim. Kech payt yeyishimga ozgina kartoshka bilan nima qovurtirib oldim. Tovuqning oyog'i. Mana uni idishga solib berdim mana. Shunday idishga solib berar ekan. Bu idishda ichi salafanlik. Xuddi suv quyib ko'tarishsiz ham bo'laveradi. Xullas saboynitsa. Afrikancha saboynitsa mana shunaqa bo'lar ekan.